Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir qisqa tanaffusdan so'ng yana asl gilam o'z faoliyatimizni boshladik. Hozir mana uborka ishlari ketyapti. Bu yerda 4 metrli narsalarimiz bor. Ularni olib vitrinalarga teramiz. Bu yerda poloslar, bu yoqda shu narsalar, ashi savdo qilinganda shu bo'yi ro'za ichi dam oldik. Endi o'zida ishchilarimiz ham bir qator dam olib olsa, bemalol Ramazon oyi tutdi deb bu narsamiz hozir tahardorimiz xarid qildi. Bu yoqda mana rulonlar, yangiliklar kelyapti. Bu yoqda mana poloslar. Hozir shunaqa narsalarni qo'yapmiz. Bular joy-joyiga terib, bular mana hozir ochishyapti. Bolalar kilankalarni ochib, tayyorlab, guliga terishib, chiroyli qilib qo'yishadi. Hozircha besporядка bor o'z do'konimizda. Hozir mana bu yerlarda ham mana kelgan hozir laxtaylarni gulini qilib, chiroyli qilib rulonni tekizlab, xodimlarimiz joyiga joylashadi, chiroyli qilib. Bu yoqda gilomlarni gul teriladi. Endi orada qisqa tanaffus qilganimizdan keyin ashi bo'yi savdo qilingan bo'yi qolib ketdi. Bu yoqda mana daroshkalarimiz bor. Bu tomonda bular ham hali chiroyli qilib teriladi. Bu yoqqa har xil qilib o'zini guliga bularni ham qo'yib, chiroyli qilib naryoqda hozir yana kengaytirish ishlarimiz bo'lyapti. Sizlar uchun yana ham nima desa bo'ladi, Viberni tanlovni ko'paytirish arafasidamiz inshaalloh. Xudo xolasa bu yerlarda ham hozir chiroyli qilib artib tozalashib, mijozlarga qanaqadir oliy bir xizmat ko'rsatsak, bizning maqsad shuda. Birinchi o'rinda mijozga e'tibor. Narx-navo ham masalan nima emas, gilom hamma joyda bor. Mana o'zi yozib qo'yganmiz. Asl gilom shiori, mana bizning maqsadimiz mijozlarga e'tibor. Hozir naryoqda tayyorlanayotgan yana bitta Viberga bo'layotgan do'konimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu ikkinchi qilayotgan do'konimiz ham shu asl gilamning yonginasida. Shu sizlar uchun, maxsus shu mijozlarimiz uchun Viberda yana ham tanlovni ko'paytirish uchun mana yangi shitlarimiz hozir qurilish ishlari ketyapti jarayonida. Shu yerlarga har xil hozir yangi dizaynlar, high-tech dizaynlar, juda bir-biridan chiroyli narsalar olib kelib ilinadi. Hali sizlarga chiroyli qilib bularni bir qator qilib obzor qilib ko'rsatamiz. Sog' salomat bo'linglar. Uylarga Alloh baraka bersin. Tinch bo'linglar. Yana ko'rishamiz. Sog' salomat bo'linglar.